Abdulla Oripov. Buyuk o'zbek shoiri, dramaturg va tarjimon. U o'zining yuksak badiiyati, milliy ruhiyati, o'zining yuksak mushohadalari bilan o'zbek adabiyotida katta o'rin egallagan. Abdulla Oripov 1941-yil 21-mart Qashqadaryo viloyati Koson tumanida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetini jurnalistika fakultetida tahsil olgan. U adabiyot va madaniyat rivojiga qo'shgan hissasi bilan xalqimizning sevimli ijodkorlaridan biriga aylangan. Abdulla Oripov ijodiy faoliyatini 1960-yillarda boshlagan. Uning she'rlari chuqur falsafiy mazmun va vatanparvarlik, muhabbat va insoniylik g'oyalari bilan yo'g'rilgan. Ko'zlaring 1965-yil ilk she'riy to'plami. O'zbekistonning yuragi 1971-yil vatanparvarlik ruhi bilan yo'g'rilgan she'rlar to'plami. Najot qal'asi 1976-yil inson va jamiyat hayoti haqidagi falsafiy she'rlar. 1992-yilda Abdulla Oripov O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi matnini yozgan. Ushbu madhiyaning matni mustaqil O'zbekiston g'ururi va milliy ruhini aks ettiradi. Mukofotlari: O'zbekiston xalq shoiri 1990-yil buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibi, Berdaq nomidagi Qoraqalpog'iston davlat mukofoti laureati. Abdulla Oripov 2016-yil 5-noyabrda vafot etgan. Uning ijod va merosi o'zbek adabiyotining bebaho qismi bo'lib qolmoqda.